Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Mikrokreditbank Ohangaron BX tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilgan loyihalar monitoringi quyidagicha. Loyiha shakllantirish manzili Toshkent viloyati Ohangaron tumani Ilg'or Mufida. Kontur raqami 866. Konturda 15 nafar fuqaro tomonidan 80 sotikdan auksionda 2024-yil yutib olingan yer maydonida tadbirkor Semirg'on Oltin Boshoq fermer xo'jaligi tomonidan 60 million so'mlik loyiha qiymati shakllantirilgan. Birinchi ekin kungaboqar hosildorligi jihatidan gektariga o'rtacha 2 tonnadan qiladi. 1 tonnasining narxi 10 million so'm. 12 gektarga ekilgan kungaboqardan 240 million so'mlik yalpi daromad olinadi. Bir yer egasi, ya'ni 80 sotik yer egasi birinchi hosildan yalpi daromad 16 million so'm daromad olinishi ko'zda tutilgan.